Bir hafta video qo'ymasam ko'pchilik Laboch aka sinfda chiqmayapti, video qo'ymayapti deb o'ylashdi. Shuning uchun bugungi sanamiz 11-oktyabr. Birinchi zakasimizni oldik. Taksometr bo'yicha hisobga yakunlandi. Tanlovingiz uchun rahmat. Ikkinchi zakasimiz ham tayyorlan bo'ldi. Taksometr bo'yicha hisob yakunlandi. Uchinchi Tanlovingiz zakasimiz 50 ming berdi. Endi hozirda klientimiz telefon qildi, ashuna narsasini olib beramiz. Hozir 4-zakasini oldik. Klient zakasi, soatni ko'rsanglar. 11-oktyabr. Soatimiz 11 dan 10 minut o'tdi. Sanalarga, soatlarga e'tibor bersanglar bo'laveradi. 3 ta rayl oldim. Bitta ko'chadan klient ishini qilyapman. Yo'l bilan olamiz. Sağ olun. Sağ ol, çatın. Plus 4-zakasdan 1, 2, 3, 4, 5. 100 ming oldik. O'rtacha 10 kilometr masofani ko'rsatadi. Shu topga berdik. Taksometr bo'yicha hisob yakunlandi. Tanlovingiz uchun rahmat. 5-zakasini ham olib keldik. 37 ming bo'ldi. Klientimiz 50 ming berdi. 6-zakasini oldik. 6-zakas klientimiz ishi bo'lyapti. Soatimiz 13:45. 11-oktyabr. Namanganga kelib qoldik. Shu yerdan yuk olib, qaytarib olib ketamiz. Yuklab chiqdik yukimizni. Yana qaytyapmiz. Tushirib qo'ysak bo'ldi. Bular tushirdik. Yo'l kiramizdan nasiya bo'ldi. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Yozamiz. 7-zakasi ham oldim. Zakasimiz 50 ming. 8-zakasimiz Asakaga keldik. Temir yo'l oldidamiz. Shu yerdan narsa yuklab Sharxonga ketamiz. Bu ham klient ishi. Rayaldan biz. Bir fotoğraf verin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne oluyor? Biz o milyar falan gelsin. Yardım sinan geldi değil mi? Nota. Biz yo'l bilan oldik. 120 ming. Endi hozir ham klient qarab turibdi, o'sha yerga ketyapmiz. 9-zakasini ham yuklab chiqdik. Bunga lakatlasha bergan. 17 kilometr masofaga 150 mingga yurganmiz, olib ketyapmiz. Hozir aytilgan manzildan juda yaqinroqqa chiqdik. Yo'l kiramiz 140 ming bo'ldi. Soatimiz 10:30 bo'ldi. Oxirgi zakasimizni olib keldik. Bu ham nasib bo'ldi. Yozib qo'yamiz. Klientimizga ham 70 ming olib chiqib beramiz. Yozib qo'yamiz, erta beradi shunaqa. Ertalab soat 9 da ishga chiqdim. 10:30 da. Yo'q, tugatmadi, biz yana shu yo'q. Назначен заказ. Yana zakaz tushdi. Taksometr bo'yicha Oxirgi zakasini oldik. tanlovingiz uchun rahmat. 94 ming bo'ldi. Klient mana 100 ming tashlab ketdi. Kechqurunda. Shu bilan endi uyga kirib ketamiz. Xudo bilan to'ldi. Ertalab 9 da ishga chiqdim. Soatimiz 11 dan 13 minut o'tdi. 11-oktyabr. To'g'risi, necha ishlaganimni hisoblaganim vaqt bo'lmadi, charchadim. Men o'zlaringiz hisoblab, kommentariyaga yozib qo'yasizlar, bitta like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hadda ishga tursanglar, xudo xolasa 1 oylik natijani ham ko'rsataman. Nima deysizlar?